Bugungi Cobalt avtomobilimizda Max Tuning jamoasini taxminan 2 haftalik mehnatini ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Kutib olasizlar, Max Tuning jamoasida yana bitta eksklyuzivniy proyekt tayyor holatda. Xo'p, bu proyektimizni Zikri salonidan ilhomlanib qilgan ikkita proyekt. Xuddi shunaqa proyekt bo'ldi, faqat undan yaxshiroq variantlari qilindi. Deylik, Alcantara o'rniga haqiqiy koja ishlatilgan. Kojani ham xuddi shunaqa Alcantaraga o'xshab turadigan varianti chiqqan, bilasizlar. Zikri salonida hozirgi lip motorlar salonida chiqyapti mana shunaqa materialdan xuddi shunaqa qilib berganmiz. Xo'p, bu Cobalt avtomobili. Ko'rmayotganlar bo'lsa ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Rustam akam olib keldilar bu Cobaltni. O't uyda navrot qilib beringlar, pul ahamiyati yo'q dedilar. Tashqi qismida qilingan ishlari billet o'rnatilgan, o'zi Midnight Cobalt. Orqasiga pesочный farlar o'rnatilgan. Ularni ham bitta oxirida obzor qilib beramiz. Aslan ishi salon qismida bo'lgan. Xo'p, polniy shumka qilganmiz. STP mahsulotlaridan premium klass shumka qilingan. Bundan tashqari xo'p, mana bunaqa перетяжка bo'lgan eksklyuzivniy. Ko'rasizlar, bu tipa notebookga o'xshagan material. O'zi koja, lekin ko'rinishi ham bunaqa Alcantaraga o'xshagan, zamishga o'xshagan narsa. Xo'p, juda ham chiroyli chiqdi bu proyektimizda. Oranjiy aralashtirib berganmiz. Black piano bilan ishlov berilgan. O'rtachaslari oranjiy, bu yo'lari qora koja. Strochkalari ham oranjiy qilib qo'yganmiz. 4 ta eshigi polniy. Sidenalari, qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan. Sidenaga xuddi shunaqa mahsulotdan foydalanganmiz перетяжкасы uchun. Torpedkalari ham bo'lgan. Bundan tashqari qilingan navrotlarni ham ko'rsataylik. Xo'p, Malibu 2 anatomiya rul original, Malibu 2 bar. Xo'p, Malibu 2 premier tablo, Malibu 2 start stop, Image Card 908 o'rnatilgan. TS monitorlarni o'tirib ko'rsatamiz. CC3 o'rnatib berganmiz. CC3 13 dyumli 2K variantdan o'rnatib qo'yganmiz. Zadniy kameralari bor, komplektda o'zini Full HD TS kameralari, polosasi buriladi. Xo'p, kачествоsi zo'r. Undan keyin oldi video registratorlari ham o'rnatib berganmiz. DVRga kirib mana o'zi mana registrator turgan ekan. Xuddi mana servis ichini zapis qilyapti. Fleshkalarini ham qo'yib komplekt qilib berganmiz. Bu avtomobilimizga tayyor holatda bo'lib turibdi. Hop, YouTube'lari ham hammasi ishlaydi. Nastroyka qilib berganmiz. Xo'p, premier tabloni ham eksklyuziv variantidan o'rnatib berganmiz. Bu programma orqali temasi o'zgartirilgan. O'zingizlar ruldan nastroyka qilib, sportniy rejimga, обычный rejimga o'tkazsangiz bo'ladi. Bu hozir oddiy premier tablodan farqini ko'rasizlar. Bu ko'k ottенкалari bor ichida, birizoviy. Maqsad nima bo'ldi bundan? Okamlar oq podsvetka qilmaylik deb, polniy salon birizoviy qilaylik dedilar. Rullarni ham, barni ham, oyna knopkalarini ham, oyoq tegi podsvetkalarni ham birizoviy qilaylik dedilar. Tabloga ham shunaqa eksklyuziv qila olasizlarmi dedilar. Bilasizlar, Max Tuning jamoasi uyartirib qo'ymaydi. Programma orqali mana shunaqa holat keltirib berganmiz. Menyularini haqiqiy shunaqa birizoviy rangda o'tadigan qilib berganmiz. Qaranglar, sportniy funksiyalari yoqilgan, hammasi mana performanslari. Tormoz bosib turgan ekan, tormoz, gaz, ko'rasizlar, o'ynaydi. 0 dan 100 gacha sekundda chiqishlarini ham ko'rsatadi, ko'rinayotgan bo'lsa. И полный ma'muriy menyularga nimalarni qo'yishni nastroyka qilsangiz bo'ladi. Xullas, infoga o'tkazib qo'yamiz, temasini ham o'zgartirsa bo'ladi. Hamma indikatorlari, datchiklari joy-joyida, o'rni-o'rnida ishlab beradi, xudo xolisa. Hop, premier tabloyimiz programma orqali shunaqa temalarni ham o'zgartirib, original versiyada o'rnatilgan. Bu eksklyuzivniy, haqiqiy bunaqasini topa olmaysizlar Toshkentda qidirib, menimcha. Hop, Malibu start stop, Malibu rul, cruise kontrollar, podключение bo'lgan, multimedialari, dальний signal hammasi ulab ishlatib qo'yilgan. Holati turibdi, monitor ulangan, kruzlari ishlaydi, tablo nastroykalari ham ishlaydi, birizoviy. Hop, eng full pozitsiyasini knopkasi ham ko'pidan shu originallardan o'rnatib berganmiz. Undan keyin bar, ruchnoy tormoz original, bespilotniy zaryadka. Buni obzor qilish shart emas, hammasi joy-joyida, o'rni-o'rnida. Sidenlarga chexol qilib, siden obogreflarini ham mana ulab ishlatib berganmiz. Ular ham joy-joy, o'rni-o'rnida ishlaydi. TS aytib o'tdik, barri, rulli, Magic start stop, tablo, podsvetka, shumka, и mana bitta Malibuning gitarasini ham o'rnatib berganmiz. Mana bitta dvornik kaligrafka qilsangiz bo'ladi. Bu ham ishlaydi. Bu trekker birlik ekan. Xolasa, knopkasi bor yonida. Endi obzor qilishimiz kerak bo'lgan chaslari, torpedka, polniy, ko'rasizlar. Juda ham chiroyli mahsulot, bagati narsa, eksklyuzivniy chiqdi. Bunaqasi yo'q. Bu Rustam akamning Cobaltlari. Nariga Zikr salon Akbar aka degan bitta okamizni, yaqin okamizni mashinalari edi. Bunisi ham xudo xolisa Rustam aka tanish okamda. Chiroyli proyekt qildirdi. Eshiklari, sidenlari tushib obzor ham qilamiz. Orqa xalalarini ham ko'rsatamiz. Yangi mashina, proyektlar ham o'zini chiqqan 379 km yurgan mashina. Salondan chiqib olib keldi, xudo xolisa.
Sizlarni abagreifni o'rnatib, mana shunaqa poddivan qilib, chexollar tikilgan. Xuddi shunaqa zamshga o'xshagan material, o'zi koja bo'ladi. Sifatiga baho berasizlar ishimizni. Garantiyada qilib berganmiz. Detallarini ham qoraga bo'yab berganmiz. Sidenlari bo'ldi, apshifka bo'ldi, torpedka bo'ldi, patoloklari ham alikantari bo'lgan. Mana shunaqa barxitli material, juda ham yumshoq, chiroyli qilib berganmiz. Detallarni qoraga ham bo'yab berganmiz. Patolog o'rta polkalari bilan birga bo'lgan. 4 ta eshigini, peretashkasini ham ko'rsatib o'tamiz xohlasa. Xo'p. Orqa eshiklari sifatiga prosta baho berasizlar. Sidenalari, polkasi, patologlari, bari turishi. Mana общий обзор. Shunga bo'lgan, xullas mashinaga qilish mumkin bo'lgan har qanaqa navorotda chiroyli qilib bitirib berganmiz. Hammasi o't ido bo'lgan. Bu avtomobilimizning proyekti narxini kommentariyada qoldiringlar. Nech pulga arziydi, nech pul bilan shunaqa proyekt qilsa bo'ladi. Hammasi premium bo'lgan, bari ham, ruli ham, chexollari ham, mahsulotlar ham eng qimmat, yaxshi narsa ishlatilgan. Primer tablo, даже bunaqa temalisi, eksklyuzivniy, bunaqa topa olmaysizlar. Test ham eng oxirgi varianti. Ko'rasizlar, black piano bo'lgan, polni salon, gitara ham o'rnatilgan, даже bakovoylar ham yopiladigan motorchikli qilib berilgan. Bularni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Hop, menu knopkani bitta bosib, bakovoylarimiz yopiladi. Magikardan ochib yopganda ham bakovoylari ochilib yopiladigan qilib berganmiz. Mana menyuni bitta bossak ochilib beradi. Xullas, mashina uchun nima navorot bo'lsa, hammasi qilingan. Bir xil narsalar esdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Signal, brizgavik, vetrovik, xullas tayyor holatda. Xizmatlar qiziq bo'lsa, Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Bizani mana YouTube kanalida kuzatib boringlar, bizdan uzalashmang.